Assalomu alaykum dasturchilar, men Ilhomjonov Iqbolsho. Bu C++ dasturlash asoslari kursi. Bu kurs orqali siz dasturlashni noldan bosqichma-bosqich o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu kursning kirish qismi men C++ haqida tushuncha berib o'taman. Bu kurs kimlar uchun? Bu dasturlashni yangi o'rganayotgan va algoritmik fikrlashni oshirmoqchi bo'lgan talabalar uchun. C++ o'zi nima? Bu tezkor, professional va kuchli dasturlash tili. Nega aynan C++ dan boshlash kerak? C++ qolgan dasturlash tiliga qaraganda ancha kuchliroq va ko'pchilik kuchli dasturchilar ham birinchi bo'lib C++ dan boshlashgan. Va sizga bu C++ tayyor funksiyalarga o'rgatib qolmaydi. Siz hamma narsani noldan o'zingiz yozishingizga to'g'ri keladi. Va bu sizni ancha kuchli dasturchi qiladi. C++ qaysi yo'nalishlarda ishlatiladi? C++ o'yin sohasida, robot texnika sohasida yoki tizimli dasturlashda ham ishlatiladi. Masalan, robot texnikada robotlar yasashda, dronlar yasashda kod C++ da yoziladi yoki operatsion tizimlar Windows, MacOS, Linuxlarda ham asosiy qismlari C++ da bo'ladi. Yoki o'yinda PUBG, Counter-Strike kabi o'yinlarda ham asosiy qismlari C++ da bo'ladi. Endi daromad. Siz shu sohalar orqali, masalan, tizimli dasturlashda siz $3000 dan boshlab daromad qilishingiz mumkin. O'yin sohasidan esa $2000 dan boshlab daromad qilishingiz mumkin. Agar C++ ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz shu haqida video darsliklar chiqaryapmiz. Agar savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin.